Opodda bitta gapiringchi. Tog'a. Assalomu alaykum. Ha, zo'r. Yaxshi. 1 2 4 5. O'g'illarim. Bormi? Hammasi yaxshimi? Bitta duo qilib yuboring boshlashdan oldin. Ilohi amin. Umidlaringga, rizqlaringga Xudo baraka bersin. Ulug' yoshlarga kirish nasib qilsin, ofatlardan o'zi asrasin. Sizlar ham mana shunaqa ulug' yoshlarga kirish nasib qilsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Rahmat. Xush kelibsiz opodda studiyamizga. Rahmatka. Umidlaring baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum Namangan. Bizda podkast boshlangan. Podkastda oddiy gaplar yo'q. Namangancha gaplashamiz qani. Assalomu alaykum. Navbatdagi podkastimizni mehmonini bir tanishtirib o'tamiz. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Odam shifoxonada o'lgandan keyin aslida nima sodir bo'ladi? Va bu jarayonni har kuni o'z ko'zi bilan ko'radigan inson nimalarni his qiladi? Bugungi podkastimiz mehmoni morgda ishlaydigan mutaxassis, 40 yillik mutaxassis. E'tibor bering, 40 yillik Jamoliddin Abdulhay bobo. To'g'rimi? Opodda? Endi bobo deb tanishtirishimizning sababi bor. Bugungi mehmonimiz 90 yoshni qarshilabdilar, shunga urg'u berib qo'yamiz. Bizga ham shunaqa ulug' yoshga kirib yurish nasib qilsin. Bu mutaxassisimiz siz eshitmagan haqiqatlarni aytib beradilar. Bu podkastimizda eng qo'rqinchli holatlarni, tushuntirib bo'lmaydigan voqealarni, har bir inson bilish kerak bo'lgan ogohlantirishlarni aytib beradilar bugun. Bu oddiy suhbat emas, o'tkazib yuborma. Bu sizni aniq o'ylantirib qo'yadi, balki hayotingizni o'zgartiradigan video bo'lishi mumkin, suhbat bo'lishi mumkin. Xush kelibsiz opodda. Tilingizga asal, o'g'lim. Rahmat. Opodda biz savolimiz bor-da. Mayli. Beringlar savol. Bobo, qarang, 40 yillik faoliyatingiz bor ekan-a? 50 yil. 50 yil. O'shani o'zgartiring. 50 yil. 50 yil. 58 yil, 59 yil ishlayapman. Shundan 50 yili morgda ishlayapman. Uzr adashma. 50 yil ekan. Yarim asr qarang. 50 yil yashayapman. Bitta insonning umri degani bu. Bitta insonni, misol uchun hozirgi kunda 50 yil morgda ishlayapman. Siz o'sha morgdagi faoliyatingiz asosan nimadan iborat bo'lgan? Morgdagi faoliyatim doktorlar davolagandan keyin agar shu inson oxiratga yo'l olsa, vafot etsa, shuni davolagan doktorni diagnozi to'g'rimi, noto'g'rimi shuni aniqlash. Nimadan ketdi? O'sha kasallikdan ketdimi yoki yo'qsa boshqa kasallik yuqdimi? Yoki boshqa birorta asorat paydo bo'ldimi? Litseyda vaqtida doktorlar yana haligi ukol qilib yoki bo'lmasa noto'g'ri shunaqa vaqtlar ham bo'lgan. Haligi bittasi avariyada kelganda misolni aytaveraymi? Aytaylik. Go'zalda eski ishlagan medsestram u avariyada kelgan opoddaga glukoza nazorati qilgan vrach 40%lik. U hali ichadigan glukoza turgan stolda. Glukozani 5%ligini ulab qo'ygan opoddaga. U intoksikatsiya beradi, vafot qilgan. Keyin uni sud qildi, boshqa qildi. U yuristlarning vazifasi, bizning vazifamiz shuni aniqlab berish. Siz shifokorni xatoligini aniqlab bergansiz. Aniqlab berganman-da. O'shani dokazat qilib. Undan tashqari endi operatsiyalarda juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yadi vrachlar. Uka, buni perichini ko'p. Aytdim-ku. Misol 14-yili Uchko'rgandan Adolatxon degan ginekolog ayollarni
tuqqandan keyin bachadan qisqarmay qoladi. Ba'zida qisqarmay qoladi. Buni olib ketmasa, kesib olib tashamasa, propozni qon ketib vafot qilib qoladi ayol. Uni operatsiya qilgan, saqlab qolish uchun. Bachadanni kapustani kesganda kesib oladi. Uni lekin meditsinani marlisini ko'rgansizlar. Marli bilan 1 metrlik marli bilan tamponada qiladi. Haligini qonni to'xtatish uchun. Haligi qonni to'xtatish uchun qilganda qandaydir svit o'chib qolganmi, boshqa bo'lganmi, haligi marli qolib ketgan. Любой инородное тело, o'rischasiga, inородное teloni begona jism qolsa, u qaychimi yoki pichoqmi, skalpel yoki haligi doktorlarda 3 burchak haligisi bo'ladi, tamponi. Sharik deydi uni. O'sha qolib ketgan ba'zisida. Mana Adolatxonnikida 1 metrlik marli qolib ketgan. Haligi moddalash beradi organizmda. Tirik organizm o'lik narsani hazm qila olmaydi. Haligi so'rilmaydi, ya boshqa bo'lmaydi. Unda haligini pochkasi shishgan, siydik kelmagan, hech kim diagnoz qo'ya olmagan. O'shanda Go'zaldagi ilmiy markaz ochilgan edi. Vaqasi professor bilasizlar, gazetlarda chiqqan. Men ham 5 marta 4 marta gazetda chiqqanman. Maqtanib. Opadda hormang, opadda charchamang deb yozgan jurnalistlar. Demoqchimanki, haligini pochka shishgan, siydik kelmaydi. Andijondan professorda olib kelib, vrachlar haligini yuvdirgan, 3 ko'rganda. 15 kunmi davolagan ayda. Tuzalmagan. Keyin Go'zalga o'tkazgan. Endi ilmiy markaz, bayda bilimdon vrachlar ishlaydi. 3 marta professor Vaqosov ham keyin boshliq bo'ldi. O'sha konsultatsiya qilgan, UZIda ko'rgan, marlini aniqlanmagan. Ne bo'lgan u ayol 37 yashar, 7 yashar o'g'ri qoldi. O'qituvchi edi. Shu bitta marlini orqasidan o'lib ketdi. Ya, marli moddalab pochkani shirgan, siydik kelmaydi. Siydik aylanish bo'lmasa, uni tarqab ketadi zahar organizm. Intoksikatsiya deydi. Organizmda zaharlab, tirik organizmda любой o'lik jism yashamaydi. U qarshi kurashadi-da. Moddalash beradi. Shu natijasida vafot qilgan ayol. Keyin uni rasmga olib, o'lik olib chiqqan menga. Uni tekshiruvda men yorib ko'raman. Ko'rgandan keyin marli chiqdi. Eri ham o'qituvchi ekan. Uni rasmga oldim. O'zim rasmga olib, o'shanda endi rasmga olib shunaqa bo'ladigan vaqt bo'lib qolgan razbor. Meditsinada ilgari razborlar bo'lardi. Hozir naborat endi mana shuni qani sizlar yordamlaringda shu yo'lga qo'yilsa, razborlar yo'q. Meditsina o'ldi. Qo'pol gapirganda. Razbor bo'lib o'sha vrachga chora ko'rardi. Endi yamasa mana shularni qamatadi. Oxiri nima bo'ldi buni bu holat? Oxiri biz unga aralashmaymiz. Prokuror 11 yil so'ragan ekan. U xodimga, vrachga. Keyin yig'asaga qilib, uni qancha olgan, nima qilgan, uni Xulasi u vrach qamaldi. O'shaqa javobgar qilib, uni prokuror so'zlar hal qiladi. Bizning vazifa tekshirib berish. Tekshirib, tashxisini aniqlab berish. Endi o'tgan 2 yil burun ilmiy markazda
qaychi qoldirib bergan. Xuddi shunaqada. Voy. Haligi askida gaplar rost ekanda, hali askida. Ya. Bizda slujbani o'rishdi vaqtida nihoyatda haligi fazaga ko'targan. Hozir o'ldi bizda slujba. E'tibor yo'q, razborlar yo'q. Endi Uka. odamlarga Men haqiqatni gapiryapman uka. sizga savolimiz bordi, doda. Men asosan 50 yillik sohangizga qaytsa, morgda ishlaydigan sohangizga qaytsada, Aha. o siz eslay olasizmi? Birinchi morgda ishlagan kuningizni eslay olasizmi? Eslayman. Bir o'sha haqida bir bizni kuzatib turganlarga bir gapirib bering. Birinchi kirganda yuragim asal aliga bo'ladi, cho'chib odam. Sovuq tana. Ha. Endi men aytsam ertalab kelsam tugamaydi. Yangi bitirgan kirgan vaqtimda Grigoriyans bor edi. Bilasizlar, Grigoriyans. Robotni otasi. Obrisный xirurg. Grigoriyans. O'shani ham xatosini topganman. Bitta 25 yoshar bola armiyani bitirib kelgandan keyin haligi unaqa yazva julutka bo'lgan. Oshqozon yarasi bo'lgan. Uni o'sha vaqtida faqat Grigoriyans qilardi operatsiyani. İçki organda eng kuchli xirurg. Unda vrachlar kam edi obrasimizda. Men endi yangi patolog anatomman. Keyin o'shani solnechniy splitenani kesib qo'ygan. Solnechniy splitena bor. Butun ichki organni endi bilib oling. Sportsmenmi, boshqami? Agar mana shu haligi unaqa nima deydi? Kindikni atrofiga bitta ursangiz, любой kishi sportsmen bo'lsa ham shiliqqa aytib tushadi. O'sha solnechniy splitenaga tegsa, udar. Hushdan ketadi, momentalni. Butun ichki organni boshqaradi. O'shani kesib qo'ygan Grigoriyans. Endi birinchisida meni haligi ustozning shogirdlari chiqib, men endi yangi xizmatga kelganman. Iltimos. U Leli O'rdiroqi deputat bo'lgan. Shaharda hurmati. Men agar shuni xatosini yozib bersam ham, unda birov ishonmas edi. Chunki yozib berganingiz ham befoyda edi. Ha, bu haligi shantaj qilyapti. Shuncha ishlagan odam, olim odamni shunaqa qiladim. Keyin o'g'lim bilan 30 yil birga ishladim. Robert Grigorovich unaqa o'sha Amerikaga ketdi, doktorlik yoqlab. Ne o'sha odam nihoyatda o'zi chiqmagani, shogirdlari chiqib, iltimos aka shu ustozimiz saqlang degan yozib berganman, endi o'tib ketdi. O'sha siz yangi ishga kirgan paytingizda bo'lgan ekanda. Ha, undan keyin yana bitta naxotkani aytib beray. Hozirgi vaqti bo'lganda otuvga hukm qilarmidi? Ertalab ishga kelsam, bitta chaqaloq birinchi roddomdan. Meni bolalarim ham shayda tug'ilgan. O'shani so'ramadingiz. Bitta o'g'il, ikkita qiz, 10 ta nevara, 17 ta evaram bor. Hammasi birinchi roddomda tug'ilgan. O'sha roddomda ishga kelsam, bitta chaqaloqni o'ldi deb olib chiqib qo'yibdi roddomdan. Haligi shokovoy sostoyani bo'ladi-da, hushdan ketgan. Uni ya aspiratsiya bo'lishi mumkin, ya sal haligi tug'ayotganda dimlanib qolishi mumkin, qisilib, havo yetishmasligi. Ha, uni o'ldi qilib olib chiqib qo'ygan. Pulsni tekshirish kerak, yurakni eshitib ko'rish kerak.
hali bola morgda. Morgda bilasiz bizda haligi Yashiglar bo'ladi. temir mana nezarraveysi metal bor, oq. Nerjavekami? Ha, nerzaveyka. Nerjaveka. Morgda o'shandan stolimizda. O'sha endi bu bahor deydi. Bolani qip yalang'och tashlab ketgan. Muzlab Bola qo'ygan. o'ynab yotibdi, tirik ekan. Men shuni aytmoqchiman, voy jonim, yig'lag'anman. Bolani tirik bolani o'ldi deb morgga sanitariyalari olib chiqib tashlab ketibdi. Unda ham yangiman qaytarib berdim. Endi hali bola beyda kamida 12 soat yotgan. U shamollab o'tib ketgan. Muzlaganda uni. Ha, haligida muzlab. Yashik ustida. Haligi endi sog'lab bo'lgan. Haligi temirga yotqizib qo'yganda yalang'och. Haligi shamollab o'tib ketgan. Bir sutkadan keyin hali bola yana o'lib keldi. Voy. Mana shunaqalar bo'lgan uka, meni hayotimda. Mana endi hozirgi zamon bo'lsa o'shani doktorni nima qilardi bilmadim. Bu haqiqat. Bor narsa. Sizlar ko'rgan bo'lsalaring kerak. Mana bunaqa qaychisi bor. Qon tomirni qisib qo'yadigan. Xirurglarniki, ginekologlarniki. 6 ta xotin kishi operatsiya qilgan. Hali qaychi qolib ketgan. Tirik organizmda aytdim-ku, u tillami yoki qo'rg'ashimmi, metalmi yashayolmaydi. U haligi marrimi, bintmi, Har qanday jism xullas. u moddalaydi. Moddalagandan keyin u qonga o'tib organizmni zaharlaydi. Organizm yashayolmaydi. Buni diagnozini qo'yish juda ko'p doktorlarda xatolikka yo'l qo'yiladi. Endi oxiri o'lsa bizga tushadi. Bularni operatsiyadan keyin bular javob berib haligini to'xtatib yaxshilab. U ayol 10 kuncha uyida turgan. Ne qornida og'riq paydo bo'lgan. O'g'li ham vrach ekan, inisi ham vrach ekan, yan ko'rgandan. Endi bu o'tib ketdi. Inisi uzi qildiribdi. Uzi qildirsa qaychi chiqibdi. Anjaga olib borib haligini qaychini oldirgan. Oldirgandan keyin u xotinda haligi shuni bir bilib olinglar. 2 soatdan keyin agar organizmni qon tomirini qisib qo'ysa, o'sha yerda qon o'tmasa, o'sha yerda to'qimasi o'ladi. Mertoviy tirik organizmda yashayolmaydi. U xotinda ichaklar chirib ketgan. Lekin mendan so'radi, nima qilamiz deb. Uni transportirovka ham mumkin emas. Chunki yo'lda o'lib qoladi. Tresenada. Men aytdim, sanaviyaga murojaat qilasizlar dedim. Sanaviyaga murojaat qilgan ekan, unaqa beribdi. Vertolyot. Toshkentga olib boribdi. Vertolyotga benzinda olib berasizlar debdi. Mana mustaqillikda. Benzinda olib beribdi. Toshkentga olib borib, ilmiy markazda operatsiya qilibdi. Uni rezeksiya qilib, professorlar ko'rib tugatgan. U ham 47 yashar oliy ma'lumotli o'qituvchi ekan. Bitta farzandi bor ekan, o'g'il. U Turkiyada ishlar ekan. O'sha ayol 1 sutkadan keyin o'ldi. Hali baribir o'libdi. Xotinlarni 6 tasi operatsiya qilgan ekan. Uning ichida medsestrasi bor. Endi operatsiya qilganda bizni o'qitgan vaqtda, hozir qanaqa o'qityapti bilmayman. Hali ayol o'lgandan keyin
uni sotga beribdi, haligi operatsiya qilganlarni. Jon uka. 2 yildan meditsinadan chetlatibdi. Qonun. Bo'ldi, shu xolos. Shu nakazani emasda. Bitta odam o'lib ketyapti. Bitta ayol o'ldi. Bu dokumentalni. Menda ya olib qo'yib, ya boshqa haligi gapirayotganim yo'q. Mana sizga qonun kuchsiz. Buni endi qanday baholash kerak bilmadim. Men 18-yili malaka oshirishga bordim. Ha. Toshkentga. Mendaqa vrachlardan kandidati bor. Oblastlarda ilmiy ish qiladi-da. Men ham kandidat bo'ling, mana tema beraman deb, yo men ko'tarmaydi deb qilmaganman. Men 2 professorni ham ekzamen qilgan odamman. Shogirdlarimga aytib beray, nima qilding? Ular bilmaydi hali savollarni yetishdi, gayinikidaqa. Keyin ana telefonda internetga tushsa, unda javobi bor. O'shandan topib yechib chiqdi. U doktor emasda. Doktor emas, to'g'ri. Hozir shunaqalar juda Mana ham ko'payib sizga ketdi. bitta dokumentalniy isboti uka. Meditsina o'ldi. Hozir hamma narsasiga aqlim yetadi. Hozir parshiviy dorilarni reklama qilib litsenziya beradigan vrach emas ekan, ekonomist ekan. Pashirat qilsa litsenziya beraveradi. To'g'ri. Ya'masa patent beradi. Olib kelib olib reklama qilib televizoringizda hozir ham reklama qilyapti. Mana bu dori emas, qo'shimcha. Buni icha ko'rmang. Men o'zimda eksperiment qildim. Meni morfologik organizmni tuzilishini buzadi bu. Yeb tashlaydi. Endi bitta misol, men şeyda to'xtatib. Hammasini o'chib tashlabdilar. Oshqozon. Pepsin, tripsin 7 ta gormon ishlab chiqaradi. Keyin ashxlor kislota ishlab chiqaradi. Oshqozonimiz kislota. Mana endi odamlarda hozir hali ovqatlanish mutlaqo buzildi. To'g'ri. Mana damaschilar ya taksislar ertalab hech kim bir kunda 5000 kaloriya ovqat yeyish kerak. Shundan 25%ni ertalab, 25%ni kechqurun yeyish kerak. Qolganini bitta 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi ovqat qilish kerak. Sog'lom turmush tarzini organizmda shakllantiradi. Haligi davom ettirish kerak. Otam o'lsa ham ertalab turib 1 soat shug'ullanaman. Fizikultura. Men bekarda 91ga kirmadim uka. Ne xodimlarim, boshqalar. Haligi ovqatlanishni oxiriga yetkazib qo'yay. Ovqatlanishda hech kimda hozir tartib yo'q. Oilaviy kelib 700-500 ga ujun qilyapti. Ko'rib turib, yoqamda ushlayman. Haligi ko'p yeydi. Jar ko'p yeydi. Keyin ustidan qatiq ichadi, choy ichadi. Bu organizmga nevaspirin, protop, normalniy obraz жизни o'ldi. Men hech kimdan qo'rqmayman, to'g'risini aytaman. U organizm asvoyit qilolmaydi birdaniga. Endi bir ikkita yigitga meni urvaradimi dedim, shu zamichani berdim. Xuddi ikkita podushkani qorniga bog'lab olgan, semirib ketgan. Semirish bu zarar. Aktivni. Adam polavoy жизniga ham ta'sir qiladi.
Voy. Erkak kishini ilk qatini birinchi ko'rishim. Beramiz. Desam, urvaradimiz desam, yaxshi urmadi. Indamadi. Hali yigitlar. O'shalar endi isbotini biling. Mana shu videoni qorni bor odamlarga jo'natib. O'shanga agar men aytsam, seni ishing nima deydi. Zamishani qilsam, uka, normalni ovqatlarning ozda aktivni harakat qiling. Fiziki mana kasalingiz обязательно shu qorin qo'yganlar ya sahr bo'ladi. Yo bo'lsa gipertoniya, davleniya bo'ladi. Poq qaytib o'lib qolyapti. Endi bunga meni isbotim bor. Hozir endi bag'ini so'ramadingiz, endi so'rarsiz. Hozir ishlayapman. Hozir ham ish faoliyati. Chortoq, Yangiqo'rg'on, Kasansoyda boshlig'iman, Mo'rtda. Yangiqo'rg'onda ochib. Yana bitta savolimiz bor-da. Mayli, savol bering. Savolingiz bormi? Ha. Tog'a qarang mana, juda yosh borgan ekansizda siz morgga ishlash uchun. O'sha paytda endi yosh bo'lgansiz, har xil gaplar bo'lgan, misol uchun o'likdan qo'rqish, boshqa turli sharpalar ko'zingizga qanaqadir ruhlar ko'rinarmidi? Yo'q. Sharpalar bo'larmidi qanaqadir? Menda buni adaptatsiya deydi. Tiligizga asal. Adaptatsiya deydi. Meditsinada moslashuvchanlik. O'rganib qoladi organizm. Men uka bir sotka sizga gapirib bersam tugamaydi. Men shunday xatolarni topganman. Italyanskiy patologda kitobi bor edi menda. O'shani o'qiganman, patologiyalarni ko'rsatgan. Umringizda hayotda o'rganmagan patologiyalarda rasmini olib, o'shani morfologiyani yozib jo'natgan. 25 yil professor Potter degan Italiyani patologi bor. O'sha kitobni o'qigan odamman. Gap shundaki, yetim sezganmaydi sizni savolingizga javob. Men o'likni quchoqlab yotib uxlayveraman. Yo'q, o'sha birinchi borgan paytingizda bo'lganmi? Borgan vaqtda uncha bo'lgan bo'lishi mumkin. Bizda u narsa turmaydi miyada. Qanaqa qilib o'lim bo'ldi? O'limni istinasini topish turadi miyamda. O'limni bor vrachingizda aybini topgan odam. Demak, adaptatsiyadan juda tez o'tgan ekansiz-da. Adaptatsiya sizda juda tez bo'lib o'tgan ekan. Endi biz o'qigan vaqtda hali egasi yo'q o'liklarni 10 ta vanna bo'lardi. Vannaga egasi yo'q o'liklarni olib kelib qo'yardi. Endi hozirgina men sizlarga isbotlab bersam, kompyuterda o'rganyapti, kompyuterda organizmni joylab bo'lmaydi. Uka, kompyuterda o'qib kelib, kandidatika bo'lyapti boshqa. Men любой kandidatikani ekzamen qilaman, mendan o'talmaydi. Sizni guvohligingizda. Men garantiya beraman. Mana hozir ham любой bitta bilimdan professorni olib keling, men savol beraman. Trigonometrik ravpista grekka qayda uchraydi? Sizlar me'dahmaslar bilmaysizlar. Biz tushunmaymiz. Mana endi javob berilmaydi hozir. Mana endi eslab qoling. Trigonometrik ravpista grekka qayda uchraydi? Qaysi kasalda? Mana shu. Ikkinchisi, trigonometrik garlanda qayda uchraydi? Patologiyada uchraydi, o'lganda uchraydi. Endi menda praktika chamadan. Menda любой kasalga javob bor. Kitob yozishga harakat qilmaganmisiz shunaqa narsa? Meni yozib tayyor. Opada shu zashitaga borasiz dedi-yu, meni organizm ko'tarmaydi. Nima keyin 35-30 yoshlardan boshlab menda shunday anaqa bo'lgan. Uka, o'zimda instinkt
Navoiyda turganman. Men o'zim rayonda tug'ilganman. Mingbuloqda. Shaharlikka uylanganman. Ana şeyda turib vrach bo'lib ishlab, ham medshkolada dars berib, ham Ahim Babayevdagi morg, keyin Go'zalga ko'chdi, keyin Bayga ko'chdi. Shunda ishlardim. Navoiydan chiqib sportivnida vokzal bilan Nachalnik Melisa, Obul Melisa bilan Detskiy bir bilan Navoiyda yugurganman. 40 yil yugurdim. O'shanga yuragim sog'lom. Lekin ozgina hozir o'sha sal davlatam sportivni yurardi. Shu haligi qo'shimchalarni ichib qo'yib sal buzildi. Opoda navbatdagi savolimiz borda. Ha, mayli. Aynan nima uchun meditsina turlari ko'p? Aynan morgda ishlash tanlagansiz. Nima majbur qilgan sizni? Meni majbur qilmagan. Men o'zim stomatologman. Ana bu. Stomatolog. Endi bir yil stomatologiyadan. Stomatologiyadan aytdim-ku, akademikda o'qiganman. Stomatologiyani hamma sohasini egallagan odamman. Egallab ishlab yurdim. Tilla tushib qo'yganman 5 yil. Haligi tillani eritib, u texnik ish. Bu kishini vazifasi texnik. To'g'ri. Texnik Ahim Babayevda texnikumda 3 yil o'qib, kelib texnik haligi gilza urib, tillani eritib, unga misdan qo'shib, chala tilla qilib turib, odamlarga aldab qimmatiga sotadi. Shuni o'rganganman. O'zim valisi olib kelib, Demak, o'sha paytdagi tilla deb qo'yilgan tishli tilla bo'lmagan ekanda to'liq. to'liq tilla emas. Suv yuvurtirilgan. 40 so'mdan tilla tishni qo'yganmiz o'risdi vaqtida. O'sha vaqtda katta pul edi, 40 so'm. Ha, katta pul bo'lgan. Shu Nima uchun unda morgga aylanib ketgan? morgga keyin shaharga kelganimda ekspertizani boshlig'i bor, Turgun Yusupov. Rahmatli. Ham patanatomiyaga, ham ekspertizaga boshliq edi. Endi u bilan tanishib to'la qolganlardi. Hozir o'g'li ishlayapti, Sodiq Yusupov. O'shani o'g'li. Ham yuridikini bitirgan, ham vrach ekspert. Ozgina xato qilib qamalib ham chiqdi. Shu meni taklif qildi. Sen dedi, shaharda dedi, yurasanmi shunaqa qilib. Kel, menga ishga kel, mana u anatomiyaga. Bu mutaxassisda hamma ya qo'rqadi, ham siz aytganday jirkanadi. Ko'plar o'likdan qo'rqadi. O'likni ushlaydigan vrachlar ham qo'rqadigan vrachlar bor. Yo'q, bormi shunaqa? Bor. Qo'rqadi, jirkanadi. Men chiqib turay deydi. Skrita qilayotganda, Hoji aka, men chiqib turay, yuragim yomon bo'lib qoldi deydi. Shunaqa bo'lgan. 40 yil shu morgda o'lik yordimda. Spitdan 38 yoshli ayol. Chiroyli, go'zal ayol. Diqqat bilan eshitib turinglar. Go'zal ayol. Anchagindan ekan. Pasportini 5 yil saqladim. Hech kim kelmadi. Men o'zim ko'mganman o'shani. Haligi janozasini o'qitib, Nachalnik militsiyalardan ruxsat olib, o'sha yoqqa vizit berdik. Anjan shahridan pasportini saqladim. Spitni davosi yo'q. O'lim. U ozdirvalar ekan, organizmga toshmalar tashlar ekan. Undan keyin odamni anatomiyasi hali ozib ketgandan keyin ishxudani bo'lib, haligi strashli bo'lib ketadi, qo'rqishli. Shunaqa bo'lib, hali ayol o'ldi.
u speed deganingiz darrab bildirmaydi, qanchalik muddat cho'zib boradi Bir u. yıl, 2 yıl, 3 yıldan keyin bildiradi. O jinsiy aloqada ham shunday so'rashda ham yuqishi mumkin. Tushundingizmi? Endi patologmanda mana endi ba'zilar mana ekspertizani Uzr, gapingiz bo'ldim. Hozirgi ayolga qaytsadi. Hozirgi- Uni ham yorgansiz. Ya. Lekin odammi o'sha speed bo'lib o'lgan odammi tanasidan boshqa odam oddiy o'lgan odammi tanasi bilan farqi bo'ladimi? Shu haqida ham bir gapirib beringchi. Ha, shu ozib ketadi. Keyin Ichki organizmlarda siz ko'rasiz. Ichki organizmlar ham shu o'z funksiyasini yo'qotadi. Sekin asta ozdirib olar ekan. Endi men praktikada ko'rganim. Quruq suyak olib qo'ygan. Haligi anatomiyasidan qo'rqasiz, fiziologiyasidan qo'rqasiz. Birinchi ko'rgan odam qo'rqadi. Endi biz o'rganib qolganmiz. Keyin o'shani e'lon qildik. Hech kimi kelmadi. Na jiyani, ya otasi, ya inisi. Keyin men shogirdim bor edi, Andijonda ishlaydigan. Men mutaxassisligimda pasportini olib borib berdim. U ham 2 yildan keyin o'lib qolibdi. Pataga bordim. U şeyde tekshirdi, shunda hech kimi bormi, yo'qmi? O'zim $200 sarf qilib, mana musulmonchilik mozorida ko'p berdim o'shani. Shunaqa savob ishlar ham qilganmiz uka. Yashan umringiz uzoq Endi bo'lsin. nima deysiz endi bu Savobgarchilik. hayot. Xalq orasida bitta gap yurardi-da. Misol uchun kimdir vafot etib qolsa, Morgdan qo'rqaman. yo'q, boshqa masala bo'yicha xalq orasida bitta haligi gap yurardiki, qanaqadir holat sababli vafot etsa biror kishi, uni morgga olib borib, yorib, misol uchun majburiy yorishadi-ku, o'lik egalari bunga ruxsat bermasdi ko'p holatlarda. Nimaga degan savolga bular o'lik organizmni olib sotadi degan nimalar bo'lardi-da. Voy, bu nima deydi? Yolg'onni eng oliysi nima deydi? Sizlarda jurnalist tilida. Yolg'on, Fitnada, yolg'on fitnada. yolg'on. Bo'xton. Bu haligi ilimsiz, savotsiz odamlardan haligi uka nasldan naslga o'tib o'zbeklarning ichida shu davom etib kelyapti. Hozir ham so'raydi, mendan ko'p so'raydi. O'likdan qo'rqmaysizmi apadda? Men sendan qo'rqaman deyman. Tirikdan qo'rqasiz. Ha, tirikdan qo'rqaman, sen zaharlab o'ldiryapsan. Momentan javob qilaman, juda qo'pol ma'mala qilaman. Shunaqa deb so'rasa, aqlsiz savol bu. Demak, hozirgi xalq ichidagi temani yopib qo'ya qoldingiz, yolg'on u. Hech qanaqa sotilmaydi. Voy, bizda endi men sizlarga aytdim-ku. Endi biz meditsina tushunmaymiz, xalq tushunmaydi. Istinadi, sizlar meditsinadan haligilar bor, jurnallar, o'qiylar. O'qiymiz. Chunki sizlarga bu non. Kelajakda mendaqadan uchrab qoladimi, yo'qmi? Yana besteza qilishingiz mumkin. Shunga aqlingiz yetish kerak. Hech qanaqa o'lik tirilmagan. O'lgan tirilmaydi. İşlab turgan vaqtida, hayotda, yashab turgan vaqtida buyragini ikkita bo'lsa bittani oladi. Odamlar o'zi dobrovolni sotadi. Yuragini sotyapti qimmatga, $100,000 ga boshqa. Hayot $100,000 turadimi, uka? Yo'q, bebaho bo'ladi. Milliard pulga ham turmaydi. Bebaho. Undan ham bebaho. Tilingizga asal, hayot. Aqlsizlik savol. Pollarni o'zgartiryapti. Uni tiriklikda oladi, uni fiksatsiya qilib, haligi reaktivlar bor. Tirik saqlaydigan reaktivlar bor. Ximik reaktivlar. Uni endi olim laborantlar biladi. O'shanga solib, uni saqlaydi. Saqlab replantatsiya qiladi.
plantatsiya qiladi. Ya'ni bitta organizmdan olib ikkinchisiga beradi. Lekin endi bog'ini ham aytib qo'yay. Organizmda 4 ta qon gruppasi bor. U organizm bu kishiga to'g'ri kelishi mumkin, bunga to'g'ri kelmaydi, bunga to'g'ri kelmaydi, unga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri. 10 tadan bittaga to'g'ri kelishi mumkin. O'shanga ko'pincha hali gruppa istaganda, hali og'ir kasal bo'lsa gruppa istaydi-ku, a'zo ishlaydi. A'zo qidiradi. Oladigan a'zoni o'sha persatka qilishga. O'sha o'lib qoladi ko'pi. O'shani oldindan tayyorlab, ne persatka qiladi, pochkani, yurakni ham qilyapti. Endi juda bu murakkab. Uka. Gruppa to'g'ri kelish kerak. Gruppa to'g'ri kelgandan keyin yana bitta sekreti bor. Совместимостini tekshiradi. Ana qarang. Yana совместимость ham to'g'ri kelish kerak. Совместимость qonga o'sha aralashsa yashaydimi, yashamaydimi? Ana uni ham совместini haliga To'g'ri kelish kerak hammasi. Tilingan. Yana opada savolimiz bor-da. Mana shu morgda ishlagan vaqtingizdan beri, mana 50 yildan beri qanaqadir dahshatli voqea bo'lganmi? Dahshatlimi? Ha. Bo'lgan. Bir o'shalardan bir aytib bering. Voy, u ertalabgacha ham tugamaydi. Mayli, bitta voqeasini aytib bering. Ikkita narsani aytib beraman. Xo'sh, bittasi eski gostinsa bor Namanganda. Chorsu gostintsami? Bog'da ichida-ya, chaqada. Ha, Eski gostinsa bor. Uch etajmi? Orzu deyishardimi? Orzumi? Hozir bor bo'lsa saqlanganmi, yo'qmi bilmayman. Hozir yo'q bo'lsa kerak. Uch etajmi edi, o'sha obkomni binoni yonida. O'shani yonida gastronom bor edi. Sizlar bunda tug'ilmagansizlar. Gastronom bor edi. Haligi bog'dan chiqqanda bitta magazin bor edi. O'sha magazinda sotuvchisi xuddi bu ukadaqa gavdalik odam Yangiobod ko'chadan. Gastronom. O'shani ukasi meros talashib kechqurun chiqqan akaniga. Meros talashgan yer. Yangiobod ko'chada. Yangiobod ko'cha bilasizda, Hamzani orqasida. Keyin men o'sha yerda Navoiyda turardim o'shanda. Keyin hali ukasi meros talashib akam bilan janjal qilganda o'g'li armiyaga borgan ekan, 10 kunlik kanikulga kelgan ekan. Ertalab 10 kun bitgan ekan, Ketish kerak. Ketish kerak edi armiyaga. Balta haliga ichib olib, soat 2da kechasi ukasi chiqib, uxlab yotgan akani birinchi kallasini olgan. Voy. Ikkinchisi soldatni olgan. Begunoh. Keyin 5 yashar bolani olgan. Astagfirullah. To'rtinchisida xotini dod deb kelsa, xotiniga balta urganda qo'lini uzib ketgan, qochgan. Xotin tirik qolgan. Mana bitta voqea. Hammasini sizga olib kelishganmi o'sha paytda? Ha? Rasmga olib buni u bola nima bo'ldi bilmayman. Ikkinchisi 85-yillarda Kasansoyga borgansizlar-a? Kasansoyda masjid bor. U bozordan o'tgandan keyin. Bozor masjiddan o'tsangiz ko'prik bor. Ko'prik. Una kommuna degan kolxozga ketadi, To'raxon yo'liga o'tadi, ba'dan borib. O'sha yerdan o'tganingizda ko'prikdan mana yerda samovar bor, stolovoy. O'risi vaqtida bunaqa stolovoylarga ruxsat qilinmas edi ko'pida. Mana dietistik bor edi. Hozir o'sha to'g'risida ham gapiraman. Ular yo'qolib ketdi.
hech qayda maloshini yo'q. Suv ichib ola qo'rqib ketdi. Mana Stalovoylarda, samovarda 3 tasi ichib o'tirgan ekan. Ha. Ne chaqirgan hali bolani, ham qishloq ekan. Kel baqadigan. Kel borgan bola. Sizlardaqa yosh bo'lsa kerak. Keyin sen meni o'g'limsan degan bittasi. Sen onang bilan yashaganman, o'g'lim. Mana uni istagan. Ne urushgan bular. Urushganda borib bola ne onasiga borib so'ragan. To'g'risini ayt ona. Hozir partiya qilaman. O'sha odamlar taniysanmizsa, illa billah kalmasini keltirib, o'g'lim men qaydan taniyman? Ichib olgan bo'lsa, hali jozini chiqarib bo'ltidan qo'ltiqqa qisib halilarni paylagan. Uchalasini ham kallasini olgan. Hali bola. Bitta urib turib, uzib tashlavergan. O'shandan ikkitasi bizga kelgan, bittasi To'raxonga kelgan. Uni qanaqa bir ekspertiza qilasizlar sizlar? Shunaqa holatda masalan, Uni rasmga olinadi. Haligilarni rasmga olib yozib berasizda, shu Chopilgan, partiyadan bo'lgan. Tamam. ba'zida maydalab ham tashlagan holatlar bo'ladi-yu. Maydalab tashlagan. Unaqani maydalagan, hali artist bor edi-yu, nima edi? Hozir aytib beraman. Tilim ustida turibdi. O'shani kuyovi maydalab, zapchas qilib, kesib, tualetga tashlagan. Topildi-ku, u xotin o'zini qizini olgan ekan. U ayol endi men bilmayman. Paxishchilik bilan ham shug'ullanadi. O'sha holatda ham baribir sizga olib kelishadi. Maydalangan holatda ham. Maydalangan holatda biz o'shani o'rniga qo'yib tikib beramiz. Endi ba'zilari sochib ketadi. O'shanda mana savol tug'iladi. Haligi endi asosini aytmayman. O'lik 7 soatdan keyin chiriydi. Agar o'likni turib qolganini izlasangiz, mana sizlar eshitgansizlar. Tualetga gaz to'planadi. Gazlanadi. Hali tualetdagi narsasi tushib ketganda olaman deb iskori chaqirgan. O'sha tualetga bunday izlaganda gaz birdaniga yetib odam hushdan ketadi. Shunga hushyor bo'lish kerak. Gaz, anaerobni gaz birdaniga eritib turib, haligi narkoz yoki bo'lmasam haligi nima deydi, haligidaqa odamni mast qilib qo'yadi-da, hushdan ketadi-da, o'lib qoladi. O'lib, hali odamni qutqaraman deb doktor kelib, doktor ham o'lgan. O'sha biz mahallamizda bo'lgan, menimcha. Shaldirama tarafda bo'lgan. Bunaqa istoriyalar. Sharpa ruhlar bor-ku. Shu narsalar bormi? Ko'pchilik aytadiki, misol uchun, bemor odam umrini oxirgi soniyalarini yashayotgan paytda o'sha ruh ko'radi, ruhlar bilan gaplashadi yoki o'zi ruhi uchib odamlarning orasiga kirib chiqadi. Shunaqa gaplar bor-da. Bu tibbiyotda qanaqa bo'ladi? Yo'q, yolg'on. Bu o'zi psixikga sal asab ketib qoladi. O'shaqa odamlarda. Meni tushuncham ukada ko'p odam aqldan ozib qoladi. O'shaqa hali o'zi xohishi bo'lmasa, ortiqcha fizik holatlarni paydo qilishi mumkin. Boshqa 50 yillik ish vaqtingiz mobaynida o'lik tana hech sizga qimirlaganda tuyulganmi? Qimirlaganga o'xshab yo'q. Qimirlaganga o'xshaydi-yu, men to'g'ri tushunganligim uchun hech qanaqa o'lgan tirilmaydi. Qo'l ishlab ketibdi, oyog'i ko'tarilib ketibdi. Buni men haligi ilmiy asoslab beraman. Bu yolg'on.
organizmda mumifikatsiya deydi, turibni okochineni deydi, o'likni qatib qolishi. Organizm o'sha 7 soatdan keyin qotadi. Endi buni mexanizmini tushuning. Organizmda ko'p qonni, suvni tarkibida tuzlar bor. Har xil kislotalar bor. Har xil o'sha Mendeleyev jadvalidagi metal organizmda bor. Organizmda qotish paydo bo'ladi. Qotish. Qotib qoladi. Haligi 2 soat, 3 soatdan keyin olib kelsa o'lik, xuddi siz aytganday, mana qo'lni bunday ko'tarsangiz, bunday tushib ketadi. Ana shuni ko'rib, hali ilimsiz odamlar gap tarqatib, bu nasldan naslga o'tib kelyapti. Bu yolg'on. Bo'ldi, tema yopildi xullas. Hech qachon qimirlamaydi. Hech qachon o'lik qimirlamaydi ham. Qotib qolgan qo'l, ya oyoq, ya kalla ham hamma organizm O'ladi. qotish paydo bo'ladi o'likda. Qotishganni ko'tarsangiz, bunday tushib ketadi. O'sha tushib ketganini ko'rib, voy, palonchini qo'li tirilib ketibdi deymiz. Qimirlabdi deymiz degan gap. Qimirlabdi deymiz. Boshqa gapga tarqatishaveradi. Bu yolg'on. Sizga hech bo'lganmi anaqa mana shu holatni, mana shu ekspertiza xulosasini mani foydamga hal qilib bergin deb turib fora bergan vrachlar sizga iltimos qilgan bo'lgan? O'sha haqida ham birga to'xtalib o'taylik. Sizdan keyin masalan shogirdlaringizga meditsina sohasidagilarga bir ibrat bo'lsin. Bittani ishga kiritganman. Uka. Morgga. O'zim iltimos qilib. Keyin puli ham yo'q ekan, o'zim berganman. Keyin bu meni shantasham qildi. To'g'ri. Meni o'sha adolatxonam $200 bilan kelgan. Men aytganman, qinimga tiqib qo'ygin uni deganman. Poromaz ekanlar. Oladigani ham bor, olmaydigani ham bor. Hali shogirdim o'sha o'magat qilardi. Keyin mana shu yerda ishlab turib 22-yili bittasidan 3000 so'ragan. Avariya qilganlar qamalmay qolish uchun uzatadi. Tushundingizmi? Avariyadan o'lgan bo'lsa, uni qamalmay qolish uchun uzatgan. U kamlik qilgan, azroq uzatgan. 3000 berasan degan. 3000 berayotganda 10 ta qizil pagon kirib, qo'liga naroshlik solib, ana bo'lmasa qamavardi. 5 yil beruvdi, 2,5 yilda chiqdi. Hozir ekspertizaga olmagan, Namanganda ishlayapti. Doktorlikda lishat qilmagan. Anonim. Bugungi kundagi bizni tibbiyotimizni holati qanaqa? Meditsina holati nima desam bo'ladi? Juda ham pastlab ketdi-da. Lekin davlatimiz tomonidan ancha e'tibor qaratilyapti. E'tibor qaratilyapti-yu, bilimdan doktorlar yo'q. Men o'sha xatolarni topganda doktorlarga aytdim. Buni qo'rqmayman. Sizlarga itimni ham bermayman, ishonib operatsiyaga. Sizga platsebni holatlarda aytdim-ku, topganman. Bittasida katta xirurgda hali sharit qoldirib yuborgan. O'lgan unaqa glavvrach Hajimatov. O'shani ham morgdan haydab chiqargan odamman. Vaqtda operativ o'g'di. Oshqozonni zandirib qilardi. Yazvasi bormi, yo'qmi deb.
zanjiri o'tib qilganda oshqozonni teshib qo'ygan. O'sha ham o'lib kelgan. Ashtaqalarni ham olganman. Ko'p holatlarda shifokorlarning xatosi bilan ham odamni o'tib ketar ekanda, ko'p holatlarda. Bunda yana navbatdagi bitta savolimiz bor-da. Mana hozir yoshlar asosan energetika ichyapti-da. Ko'p yoshlar yuragi yorilib, ko'p ishlayapmiz, yuragi yorilib o'lib qolyapti deyishyapti shu energetikdan. Rostdan ham shu sizni ish faoliyatingiz mobaynida juda ham ko'plab kelyaptimi? Eng ko'proq qanaqa holatlarda kelyapti odamlar o'sha o'lim, erta o'lim sabablari nima oqibatlar? Odamlar o'zi sababchi bo'layotgan narsa. Men aytdim-ku, meditsinskiy tartib buzildi. Meni xulosam. Rejim nazarda rejim ovqatlanish. Mana sanatoriyada o'sha saqlangan bo'limini. Ertalab albatta bitta tuxum, sariyog', yo masa pechenni, non, ya bir yarim chini suyuq moloshnimi, mastavami ichish kerak. Bu 100 tadan bittada bor, yo'masa yo'q. Aytdim-ku hali gap boshlanganda. 90% pasti xato bo'lmasa kerak, odam ko'chada ovqatlanyapti. Ko'chada ovqatlar hammasi meditsinaga qarshi. Meni fikrim. Hammasida kaloriyni ovqat tayyorlayapti. Osh, lag'mon, chuchvara, haligi tabaka, hamma yerda tabaka. Endi sanitarniy rejim ham izdan chiqdi. Meni oldimda magazin bor. 5 yashar, 6 yashar kecha o'shaga chiqdimda bitta chuchvara kerak, hali andarazviy desam, hali bola, sen sotuvchimisan desam, he, sotuvchiman. Nevarasimi? Bola, sanitarniy rejim yo'q demoqchiman. To'g'ri. Ya sanitarniy minimum maksimumlari bor, o'qimagan. Meditsinada o'ris vaqtda meditsina knishkasi bo'lardi. Keyin har 3 oymi 6 oyda yangilash kerak. Buni ham anada ochib qo'ygan 100 so'm berar ekan. Uni analiz qildim, qonini ko'rdim, boshqasiligini oldim, analiz qildim deb beradi. Knishka beradi. O'sha bilan sanstansiya ham ashna qilyapti. Hammasi nima deydi? Fiktivni bo'lyapti uka. Tushundingizmi? Isdan chiqdi. Pul ishlayman deb haligi laboratoriyani shaxsiy ochib tilimni kesib tashlang agar noto'g'ri bo'lsa. Ana borsangiz, ishingiz tutsa, siz ham shopirlikka o'qisangiz, sizni borib turib osmotir qilmaydi, yo bo'lmasa ko'zingizni o'lchaydi, pulingizni olib sizga knishka yozib beryapti. Mana shunaqa holat totalni bo'lib ketdi hozir. Analizlar to'g'ri bo'lmayapti. U laborantlar markazlarda o'qib kelmagan. U laboratoriyadagilar ham xato tekshiruv qilib, pul olib, hozir puliga qarab turadi. Ana Go'zalda ham ko'chadan kelgan kasalni birinchi ko'radi. Больницada yotgan bepul ko'rish kerak-ku. Uni bular poliklinikada ko'rinadigan bo'lsa, ayda qimmat. Ularga 15 so'm, 20 so'm bersa, 2-3 ta kasal olib boradi. Haligini cho'ntak kavlaganini ko'rib, doktor chaqirib olib, o'shani ko'rib, kasalligini lekin kasalni ko'rib, назначенияni ham meni o'zimda ham bo'ldi. Fiktivni qilib beryapti. Qarab turing. Agar noto'g'ri bo'lsa meni kallamni olib tashlasin. Kerak emas dorilarni yozib berib,
falan 10. aptekadan olasan. U 10. apteka. Reallik 10. gaplarda. apteka bilan dogovori bor, hali To'g'ri. vrachni. To'ppa to'g'ri. 1 million sen savdo qilsang, senga 100 so'm beraman. 1 milliondan, ya 10% beraman deb turib, o'shanga kerak emas dorilarni ham yozib beryapti. Meni o'zimda ham bo'ldi. Jon uka, O'zimiz ham ko'p guvoh bo'lganmiz shunaqa narsalarga. men Manda- o'zim yaqinda uyqusizlik bo'lyapti, yaxshimroq aktivni shug'ullanaman. Uyqum qochdi turib, peskirtora qilaveraman. O'zim samalicheni. Yine doktorga bordim. Eski ishlagan 30 yildan ortiq pensioner. Borsam menga bitta dori yozib berdi. Dori yozib berdi, narxi ham oxirasham ekan. Uni oldimda haligisini o'qisam, u o'pqildi zirakatsiyanisini kuchaytirib olar ekan. Doblakatsiyanisini qaytarar ekan. Haligi xatni ilk bora absolutni dori ekan. Siz tushunasiz-ku hammasini. Ha, ikkita ichuvdim. Lekin qaytarib berib, pulimni o'sha 150 so'mni qaytib berdi, qaytarib oldim. Demoqchimanki, odamlar pul topish uchun vijdonni ham chetga qo'yib qo'yyapti. Shu Endi gapingiz- buni men isbotlamasam, mana Isbot manda bor. Siz shu gapingizga ko'ryapsiz, Toshkentda mana importni dorilarni ishlab chiqarayotgan zavodni qurib podvalida. Men ham televizordan ko'ryapman-da, Zo'rtovda ko'rsatdi, mashinaga yuklayotgan ekan. Dorilarni chetga ham sotar ekan. U nima qilar ekan? Haligi chetdagi qimmat dorilarni etiketkasini olib kelib, uni ko'paytirib, hozir ishlaydiganlar ko'payib ketdi-ku. Ichiga boshqa dori, mutlaqo dori emas narsalar tiqib import qilayotgan ekan, qo'lga tushdi-ku, 10 ta shaxsni qamadi. tog'a shu borada menda bitta voqea bo'lganda, farzandim kasal bo'ldi. O'zimni o'sha hududiy joylashuvimdagi poliklinikaga olib chiqdim. Namangan shahrida bo'layotgan voqea. Falonchiyev taniqli vrachga kirishimni tavsiya qilishdi. O'zimni oilamdagilar ham tavsiya qilishgan. Olib kirdim. Retsept yozib berdi. Siz aytmoqchi, falon aptekaga borib, shunaqa olasan, keyin kelasan dedi. Dedi, ha bo'pti dedimda, men bordim. Endi o'sha bu odam aytgan aptekaga qadar bir 4-5 ta aptekani bosib o'tdim-da. Yo'q. Yo'q, aptekada yo'q emas. Bosib o'tyapman. Bor ekan u dori. Boshqada ham bor. O'sha eng yaqinidan olsam ham bo'ladi. U bilan dogovor qilib qo'ygan. Keyin bordim, o'sha aptekadan oldim, keldim. Keldimda, mana keldim, olib keldim desam, olib keldida, olib kelib hammasini dorini terdida, ha yaxshi deb ichini ochib turib, qog'ozini olib qolyapti o'zida. Dorining ichidagi qog'ozni olib qolyapti. Ana meni Keyin tilimdan chiqqanda isboti. Keyin ana o'zlarida unaqa Hayotlarda bo'lgan narsa. keyin qarangda voqeani davom. Hammasini oldida ochdi, yoniga qog'ozni terdi. Amma qarab litseyda qilaman. Dorini ichidan chiqib, keyin menga aytdi-da, buni dedi, qanaqa payt ichishadi-da, buni misol uchun deylik, ertalab ovqatdan keyin, yarim soatdan keyin ichasan, buni 3 mahal ichasan, buni 5 mahal ichasan, hammasini tartibini aytdi. Keyin men dorini salafanga soldimda. Aka dedim, xo'p, shuning uchun chaqirdingizmi hozir yana qaytib kelishim shuning uchunmi desam, ha o'shani mana retseptga yozib beradi odatda. Shuni yozib bersangiz bo'lmasmidi desam, dedi. Keyin o'sha men bu haqida ma'lumotga ega bo'lganligim uchun o'tirgan joyda hali retsept qog'ozlarni oldim haligi. Dorining ichidan olib, yoniga yiqqan qog'ozni oldim. O'sam nima qilasiz dedi. Yo buni olaman desam, yo bu sizga kerak emas dedi-da. Ha sizga ham kerak emas-ku dedim. Ha sizga ham kerak emas-ku dedim. Desam, yo berib ketaylik, men oqlatga tashlab yuboraman. Ha siz oqlatga tashlab nima qilasiz? Men tashlab o'tib ketaman, shat oldi yirtib yubordim. Na prinsip. Oldi yirtib. Shundan keyin bo'ldi, biz oilaviy o'sha odamning oldiga kirmaymiz. Ana o'shanda o'sha bilimdan obrazlab endi Opoda mana yana bir anaqa bor.
endi Mana sizlar meditsinada Gipokrat deydimi, qasam ichiladi. Qasam ichiladi. Bu qasam bu ayrim, hamma ham emas. Ayrim shifokorlar buzyapgani mana gaplardan isbot bo'lyapti, to'g'rimi? Qasammi buzilyapti? siz tilingizga asal. Siz nihoyatda aqlli savol berdingiz. Gipokratni savolini, Qasam. Gipokratni qasami nima deb so'rang, siz 90% vrach bilmaydi. Bilmaydi. Gipokrat nima degan bilmaydi. Gipokrat shunday degan. Til bilan yozib oling. O'zim o'lib boshqalarni tiriltiraman degan. Qasam. O'zimni qurbon qilib boshqalarni tiriltiraman, saqlayman degan. Shuni bilmaydi ko'p. O'zi lekin hammasi qasam ichadi, to'g'rimi? Qasam ichadi, endi unga hamma itoat qilmaydi. Morgda ishlaydiganlar, siz, ya'ni boshqalar ham qanaqa tush ko'rib turasizlar? Tushingni ham bir o'zgacha tush ko'rib turasizlarmi? Qiziqda odamlarga. Tush ko'riladi, endi boshqalarni bilmayman. Men ko'pincha endi yaxshi mulug'lig'imni tragически ko'raman. O'zim tragически ishlaganligim uchun men endi qarab turaman. Bu haqiqiy isboti. Xudoning uyiga ham 2 marta borib kelganman. O'ng tomonimda yotsam ijobiy tush ko'raman. Chop tomonimda yotsam salbiy tush ko'raman. Salbiy tush faqat o'ldirish, pichoqlash, bir kishiga ya qo'lga tushyapman, ya meni yoqinim tushyapti. Shunaqa bu tush ko'ramanda o'zim ham qo'rqib ketaman. Mana shu yoshda ham. Aka ketyapman shekilli. Ko'p yashaysiz hali ancha yoshsiz opodda. Endi men shuni hayotiy tilingizga asal, shuni men o'zimni shukurimdagi isbotda aytib beraman. Men boshqalar siz qanaqa tush ko'rasiz bilmayman-ku. O'sha ko'rganlaringiz odamlarga qiziqda. Ko'rganlaringiz takrorlanadi ko'pi. Ko'rganlaringiz yoki bo'lmasa o'zingiz shu narsa bitta kitobni o'qisangiz, o'sha tragediya yozilgan bo'lsa, o'sha qaytariladi. Miyaga yozilib qoladi uka. Ijobiy tushlaringiz-chi, ular qanaqa bo'ladi ijobiy tushlar? Ijobiy tushlaringiz, ijobiy tush ko'raman. Ijobiy tushlar o'sha sizni ko'rgan bilganingiz, xursandchilik yoki bo'lmasa o'sha bajarilayotgan ishlar, ishingiz yurishganligi, ishingiz ijobiy, o'sha qilgan muomalangiz bityapti. O'sha faqat foydali tush ko'rasiz. O'sha hayotda qaytariladi. Ya bo'lmasa o'zingiz fikr yuritasiz-ku, plan qilasiz. O'shalar qaytariladi. Miya yozib qo'yar ekanda. O'sha fikrlarni. Uxlaganda o'sha qaytariladi. Muzaffar, oldingi ko'rsatuvimizda, podkastda, o'sha o'zingiz ishtirokingizdagi yer shari borasidagi hamma muhokama larzaga solgandan keyin menimcha mana bu suhbat barcha uchun manfaatli, chunki juda ham manfaatli. Real faktlar asosida suhbatlashdik, chunki xalq orasidagi, ayniqsa xalq orasidagi mishmishlar ancha savolga javob oldik, chunki mishmishlarga chek qo'yasizlar. Chek qo'ydi qo'yildik, siz qo'yverdingiz hamma savollarga misol uchun. Xullas tema yopildi. Ana kinodagi ko'radigan o'sha vampirskiy kinolarni unutini, umuman miyada to'g'rimi? Pand haliga uyushtirilgan, haliga bo'rtirib ko'rsatgan. Hozir demoqchimanki, suhbat shunaqa qizg'in bo'lganidan vaqt o'tib ketganini ham bilmabmiz. 2 soatdan ham oshiq bo'ldi. Biz mehmonga ajratilgan savoldan tashqari yana savollar tug'ilib, biz o'zimiz ham kirishib ketdik-da hozir. Bizga ham tomoshabinlarga asal men mana shunday bo'ldim, davolim. Menga nima savol bo'lsa,
Men ilmiy asoslab beraman. Hozir suhbat davomida yana savollar tug'ilyapti, tog'a, lekin bizni vaqt imkoniyatimiz. Meni baxtimga Loya umrlaring boqib yursin. Ulug' yoshlarga kirish nasib qilsin. 100 ga kirganlaringda yubileyda beram ishtirok etadi. Xudo xohlasa. Ko'rsatuvimiz juda ham qiziq bo'ldi. Umrlaringga, rizqlaringga Xudo baraka bersin. Ulug' yoshlarga kirish nasib qilsin. Ofatlardan o'zi asrasin. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azoban. Allohu akbar. Xush kelibsiz, tog'a. Rahmat shunchalik vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun. Qancha gap bo'lsa, yana suhbat qilishga. Yana chaqiramiz, opoda sizni. Men suhbat qilishga. Bu safar, qarang, opoda, bu safar siz aytgandagi bir medik chaqiramiz. Medik o'sha bo'lish kerak edi, meni sizni yoningizda bo'lish kerak edi. Chaqardim. Böyle chaqiramiz. Chayon bo'lib chaqardim. Yamasa o'ziga savol berardim. Bu safar ko'rsatuv qilamiz, albatta chaqiramiz. Bitta bilimdonman degan doktorini olib eng zo'rini chaqiramiz. Ya bitta emas, bir ikkitani chaqiring. Sizga sog' bo'ling. Barchaga rahmat, omon bo'linglar. Namangancha podkastni kuzatib. Zo'r suhbat bo'ldi. Oxirigacha ko'ringlar, lekin afsus qilmaysizlar. Dunyo qarashingni vobshe o'zgartirib yuboradi. Aniq o'sha mana shu morgdagi holatlarga, bo'lib yurgan mishmishlarga aniq chek qo'yildi. Bo'ldi. Всё, bundan boshqa anaqa yo'q. Chunki 50 yil tajribaga ega bo'lgan mutaxassis bilan mana ko'rdingiz, suhbatni qildik. Like bosib qo'yinglar, podpiska bosib qo'yinglar. Rahmat sizlarga. Oxirgi savol qo'yish shart emas. Yer qanaqa? Assalomu alaykum Namangan, bizda podkast boshlangan. Podkastda oddiy gaplar yo'q. Namangancha gaplashamiz, qani let's go.